Endi boshida necha yil oldin bo'lgandir, lekin bo'lmagan. Hozir eslolmayman unaqa bittasini qo'shini. Tuz deyiladi, tuz degan narsa menda bo'lmagan. Yangi proseduralar olib kirasiz yoki nimadir yangilik qilmoqchi bo'lsangiz, qurbon patsient sizga? Yo'q, o'zimga qilaman birinchi. Nima patsientdan boshlayman. U hattoki patsientdan boshlash. Oldin o'zimga qilib ko'raman. O'zimga tushsa, o'zimga yoqsa, keyin men patsientga ravo ko'raman u narsani. Yoki o'zim yaqinimga qilishim mumkin. Sinalmagan narsani, sinalmagan kremlarni maslahatdan bermayman, qilmayman. Bir xil mana qarang, mancha yillar davomida ishlayman-ku, bitta dorini qilib ko'raman, yana bittasini qilib ko'raman. O'zi patsientlar o'zi aytadi, "Mana yaxshi ekan, mana yomon ekan." Yomonini chiqarib yuboramiz, yaxshisini olib qolaveramiz. Yomonini chiqaramiz, yaxshisini olib qolaveramiz. Bo'ldi. Shunaqa ishlayman. Yo'q, mana tushib qolganini, mana keladi, rosa ko'p kelishadi, tushib qolganlar. Uni ko'tarib beraman. Hozir qiyshayib qolgani ham kelgan. Uni ham joyida to'g'rilab berganman. Bunaqa narsalar ko'p. Lekin ko'pchiligi joyiga kelmaydi, 3 oy kutish kerak. Sizda ham agar shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, podrobniy tugmasini bosing, sizga yordam beraman. Qo'limdan kelgancha.